Xitoy doiralari Uyg'ur musikan Abdurim Heyitning hayotligini isbotlash uchun bir video e'lon qilgandan keyin muhojiratdagi Uyg'ur faoliyatchilar ijtimoiy taratqularda "Mamo Uyg'ur" nomida faoliyat boshlagan edi. Bu faoliyat qisqa vaqt ichida nurg'unlagan kishilarning qo'llashiga erishdi. Ular izdirgini qilamagan urug' tuqqanlarning rasmini chiqarib, Xitoydan ularning sin ko'rinishlarini e'lon qilishini talab qildi. Shundaqla yana bu harakat insonparvar va haqqoniyatchi chet elliklarning qo'llashiga erishdi. Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun Aysa Amerika'da ziyaretde oldu. Dünya Uyghur Qurultayı reisi Dolqun Aysa, Dünya Uyghur Qurultayı İctimai Komitesining reisi Ömer Qanat ve Uyghur Kishilik Huquq Qurilishining reisi Advokat Nur Turkiyaning hamrohligida 12 fevraldan 14 fevralgacha Amerika Tashqi ishlar ministrligi ve Amerika parlamentida ziyoratda bo'lib, bir qism muhim shaxslar bilan uchrashdi va yig'inlarga ishtirok bo'ldi. Ularning orasida Uyg'ur kishilik huquq qonunining tashabbuschisi bo'lgan parlament a'zolari va Amerika diniy erkinlik komitesining komissarlari qatorliqlar bor edi. Dolqun Aysa yana Washington pochta gazetining bosh shtabini ziyorat qildi. 13 fevraldagi bosh maqolada Dolqun Aysaning so'zlari naql qilib berildi. Türkiye İyi Partisi'nin Ankara'lı parlament a'zosi Halil İbrahim Oral, Uyg'ur naqshchi Abdurim Heyit haqida Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sual teklif sundi. Xitoy bundan burun Abdurim Heyitning hayot ekanligi haqida bir sin ko'rinishi e'lon qilgan edi. Teklifda Tashqi ishlar ministrligidan Abdurim Heyit haqida yana ilgarilar tekshirish ilib borgan yoki bormaganligi so'raldi. Amerika havo armiyasining sobiq xodimi Eronga josuslik qilish bilan ayblandi. Amerika Adliya Ministerligi çarşamba kuni Erondan panohlik tilgan Monika Witt haqida Eron hukumati vakillariga sobiq xizmatdoshlarga doir tadqiqot va maxfiy uchurlarni yetkazganlik uchun shikoyatnoma tayyorlaganligini bildirdi. Amerika doiralari uning harakatining davlat bexatarligi, armiya va xalq uchun xiyonat ekanligini bildirdi. Filippinning janubidagi Moro musulmonlarga avtonomiya huquqi berishga doir Bangsamoro qonun loyihasiga ikkinchi qatimliq umumyuzlik ovoz berishning natijasi e'lon qilindi. Referendumga qatnashgan Shimoliy Cotabatodagi yezlarning hammasi degudek avtonom rayonga qo'shilishni qo'llab ovoz berdi. Buning bilan referendumga qatnashgan 67 yezdan 63 yezi hozirgi Mindanao avtonom rayonga qo'shildigan bo'ldi.